5 puldan bo'ldi. 3,5dan qo'ydilar, to'xtalab so'rayapti. 3 million so'mdan barchasi zo'r. Olganga, sotganga Alloh barakasi bersin. Qadrdonlar, bizning Marg'ilon Kamina Chorva bozorimiz juda ham oladigan bo'layapti. Kelaverasizlar, qadrdonlar. Shu talablarga binoan chorvador akalarimiz yemlarni ko'rsating degan edi mana. Arzon sifatli qulay. Qani buni egasi? Bozorimizda bitta qolib chiqaringlar. Ikkita. Bu kimdan? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Bormisiz? Nech pul bu? 1,2 million. Kami bormi? Kami bormi? Dastlabkasi bormi? Qachgacha? Quvagacha. Quvagacha. Va vodiy bo'ylab. Bo'ldi. Bu nech puldan? 1,200 so'm kilo. 1,200 so'mdan. Qadrdonlar vodiy bo'ylab, vodiy bo'ylab jo'nataverasizmi? Paxtali muxorkali. Xo'p, arzon sifatli qulay bo'lgan yemlar. Chorvador akalarimiz sizga qo'ng'iroq qilib so'rasa, nech puldan qilib berasiz? Oxirgisi. 1,200 so'm. 1,200 so'mdan. Tushadimi? Yana ko'proq olaman deganga tushirib beraverasizmi? Xo'p, telefon raqam bering. Aytavering. 99lik 531 5100. Olingchi ozgina ko'raylikchi qadrdonlar. Telefon raqamlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. 90lik 531 5100. Qadrdonlar, arzon sifatli qulay. Ichi to'la yem. Mol bemalol yuradi. Ozoda, pokiza. Bunaqa ortiqcha axlati yo'q. Mana men ko'ryapman, kimga qanaqa ko'rinyapti. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana shu bolalarga. Xo'p, siluslarimiz kimdan silus? Sizdanmi? Nech pul? 18 ming. 18 ming. Nech kiloli? 18 kiloli. 18 kiloli. 1000 so'mdan tushadimi o'shanda? Kami bormi? Vodiy bo'ylab. Telefon raqam bering. Bering telefon raqam. 91lik 657 5346. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Biz o'sha Marg'ilon Kamina Chorva bozorimizni arzon sifatli bo'lgan yemlar barchasi chetda. Telefon raqamlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz imkon qadar nech pulga baraka bo'ldi? 53 millionga baraka bo'ldi. 53 million so'mga. Qo'sa bollari. Bo'ldi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Qadrdonlar, biz ikkinchi videomizni boshladik. Mol Dunyo Uz kanalidan uzoqlashmanglar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mol Dunyo Uz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kamina Chorva bozoridan sizlarga qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Birgalikda guvohi bo'lamiz. Bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, onajonlarimizni, opalarimizni, singillarimiz bayrami. Bayram bilan barchani tabriklab qo'yish, onalarimizni tabriklab esdan chiqib qolmasin. To'g'ri. Bayram ayollardagi, erkaklar maza qiladi. To'g'ri gapiryapti. Bayram borlaringga shukr, sog' bo'linglar. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmanglar, ko'rsatish bizdan, ko'rish sizlardan. Qani bo'lsa davom etdik, ketdik. Dehqondan dehqonchilik qisqa qilib tanishtirib o'tib ketaman. Xonajin birinchi tug'ishi 4,5 oylik. Bu xonajin birinchi tug'ishi 3,5 oylik. Bu xonajin qo'yilgan gumon, qochirilgan o'sha molga qo'yilgan, guruhga qo'yilgan gumon. Qadrdonlar, bu xonajinimiz. Bo'zayimiz. Xo'p, narxlarini aytib o'tib ketamiz qisqa qilib qadrdonlar. Buni 9 million 800 deymiz. 9 million 800. Ozgina kami bor. Xo'p, buni 19 million so'm deymiz. Ozgina kami bor. Qadrdonlar, shoshilaveramiz. Ozgina kami bor, 19 million deymiz. Bularda 23 million so'mdan. Sababi bular bo'g'oz, 3,5 oylik bo'g'oz. 3,5 oydan ham o'tdi o'zi aslida. Biz 3,5 oyda beryapmiz. Bu qadrdonlar 4,5 oylik. 4,5 oylik bo'g'oz. Bu 23 million so'm. Bunisini ham 23 million deb baho aytamiz. So'raverasizlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, telefon raqamlarimizni ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Imkon qadar aloqaga chiqaverasizlar. 1 ta xonajinimiz. Qadrdonlar, biz davom etamiz. Imkon qadar sog'in sigirlar, bolaliklar ichidan videomizni boshladik. Qaysi bo'layapti? Ena olami?
Aka nechinchi tug'ishi bu? İkinci bola. Ha? İkinci bola. Ikkinchi bolasi. Bolasi xonajin. Nechta suti bor? 10 ta yavrusu aka. Xo'p, nech pul deyapsiz? 33 million kami bor. Qadrdonlar eti boshi yaxshi ekanda. 33 million so'm kami bor deyapti. Bozor nech pul qilyapti? Bozor aka endi tushadi. Ha, endi tushadilarmi? Yelinlari ham yaxshi, zo'r. Xo'p, bozor hali qilgan yo'q-a? Bozor qilgan yo'q-a? Endi tushadi. Endi tushadi-da. Xo'p, qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Ikkinchi bolasi xonajin. İkinci bolasi hozir 10 ta sutga beramiz. 10 ta sutga. Aniq chiqadimi 10 ta sut? Xudo xolasa. Aka, sinashga beramiz. Avvallo Xudo. Ha. Xudo xolasa oxiriga qarab Xo'p, beraveradi. bering qiziqqanlarga olmasam. Beraveradi. Aka olsa xaridordiki, olmasa bizni muxlislarimiz telefon qilib, o'zlari uchun ma'lumot uchun ham telefon qilishadi. Bering telefon raqamni. 91lik 91lik 396 396 31 31 32. 32 32 sinashga berilaveradi. Dastlabkasi bor-a? Kelishilinadi. Bo'ldi. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Bo'ldi, bizdan uzoqlashmanglar. Biz imkon qadar yurishni davom ettirdik. Banashda bir ajoyib. Nechta tuqqan aka bu? Uchinchisi. Bolasi nima, novvosmi? 10-mi? Bozor nech pul qilyapti? Nech pul deyapsiz o'zingiz? 26 so'rovdim. Ha, bozor nech pul qilyapti? 20 so'rashyapti. 26 ga 20. Qadrdonlar bolasi xonajin ekan. Hozir 20 million. Suti qancha? 7 ta 8 ta aniq chiqadimi? Xijolat olmaymiz, xudo xolasa. Dastlabkasi bormi? Bor, kelishinadi. Qiziqqanlarga telefon raqam bering. 91lik 119 12 10. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Plastik ajratishdi. Onasi 16 million so'm savdo bo'lyapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi. Real savdolari. Ular bozorimizga toychoqlar ham chiqdi. Ajoyib. Bu yoshi. 1 yashardan o'tib qo'ygan. 1 yashardan o'tdi. Nech pul qilyapti bozor? Bozor jupi so'rayapti. Jupinimi? Nech pulga so'rayapti? 27 million. Ya 90lik 800 qarobar. qadrdonlar mana shu jupi 27,5 million qilinyapti ekan. Qiziqqan. Ha, 27 million. Qiziqqanlarga telefon raqam olib beryapmiz. 90lik 841 97 27. 97 27. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Bermadi. Necha oylik? 7 oylik. 15 ga beramiz. Siz 15 ga berasiz. Bu bitta kichkina ro'zg'orda bu Bo'lmagan bo'za, ha. boshqaradigan o'zi. Necha oylik sizniki? 4 oylik. 4 oylik. Tug'magan. gapiring. Ha, molit-a, molingiz. Molingiz 4,5 oylik bo'g'oz. 15 million qancha berib yuboraman dedingiz? 15 ga berib yuboraman deyapti. 4 oylik garanti. Dastlabkasi bormi? Xo'p. Yeb ichishi yaxshi. Javob Xudo xolasa, avvalo Xudo. Qadrdonlar telefon raqamini olamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Sotilib ketsa, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lasizlar. Telefon raqamingizni bering. 90lik 231 53 00. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Boydada o'zdan telefon qilyapmiz, ko'rib. Mana orqalarini ham ko'rsatib qo'y. Anaqa nima biz? Keyin bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Siz telefon raqam bering olmasam qiziqqanlarga. Sotib olasizmi? Bo'ldi, gap yo'q. Ajoyib ekanmi aka? Bu necha oylik bo'ldi aka? 22 ga bordi. 22 million qilindi. Necha oylik? 7 oylik. Ha, 7 oylik. 7 oylik, yaqin ekan. 38. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Beraveramiz. Bering. 91lik 130. ha? 130. 130 33 94. 33 94. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Biz imkon qadar yurishdi. Bu ham bo'g'ozmi aka? 2 oylik bo'g'oz. Nech pul deyapsiz? 20. Bozor nech pul qildi? 17,5 qildi ekan. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Telefon ishlatmaysizmi? Xo'p, mayli. Ikkita joyda savdo bo'lyapti. Imkon qadar real savdolar. Xormanglar. Real savdolar. Nech pul qilyapsizlar buni? Ha? 18 million 600. Necha oylik bo'g'oz bu? Bu aka, mana shu 3-4 kunlik aka, to'rt. Xudo xolos. Tug'adimi? O'z kanali. Boydada o'z. Qadrdonlar, bizdan uzoqlar. Ajoyib gap bo'ldi, nomadik. Mayli. Bu bo'g'ozni? Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik.
Nech pul deyapsiz? 21 million qilishyapti. Xo'p, sotmadingiz. Chipcha qo'ysa sotasiz. Qiziqqanlarga telefon raqam bering olmasam. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchisi. Bering qiziqqanlarga. 91lik 880 79 50 orqalarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Oyoq qo'li uzun. Yaxshi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yevichi yaxshi. Bo'ldi. Bo'g'ozmi? Necha oylik bo'g'oz? 4 oylik bo'g'oz. Mana shu birinchi tug'ishi, ikkinchisi yoshligida nima qo'ygan ekanda, suti ham bor, mana shu turishdi. Bitta ro'zg'orga. Bozor nech pul qilyapti? 12 million qilyapti. Bo'g'oz. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Bering. 95lik 540 00 39. Bitta ro'zg'or bop ekanda, qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqa gaplar tashqaridan oling deb mana shu yerda savdo bo'lyapti, ko'rib qoldi yo'l-yo'lakka, mashg'ul bo'lyapti. Nima qo'lingizni qo'yib yuboryapsiz boyaga? Xo'p, 21 million 900. Shunaqami? 22,5 bo'lsa berib yuborasiz. Assalomu alaykum. Qiziqqanlarga telefon raqam bering olmasam? 91lik 678 67 64. Sigiram bor, nobosam. Serob. Dastlabkasi bor-a? Dehqonchilik bu? Zarkinda. Zarkindan. Zarkin Qumar. Zarkin Qumar odam. Boringizga shukr, aka muxlislarimiz uchun. Boringizga shukr, borlaringga shukr. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oyoq qo'li uzun. Davom etamiz. Mana shu yerda savdo bo'lyapti. 17 million 300 mingga rozimisiz? Qaysi bo'lyapti? Bor baraka. Qaysi bo'ldi? Nech pulga? Nech pulga? Qadrdon nech pulga? 17 million 300 ming so'm. Chiroyli savdo. Biz yo'l-yo'lakka olib boryapmiz. Qiziqarli savdolarni imkon qadar tashqaridan sotilgan, sotilmagan variantlarni olamiz. Yo'l-yo'lakka qiziqarli savdolarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ana shundan savdo bo'lyapti. Qaysi bo'lyapti? Xormanglar, assalomu alaykum. 19,5 million so'm. Real savdolari sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, kechirasiz. Muhammad Aziz like bosib berib qo'ying. Bo'ldi, Muhammad Aziz like bosib qo'ying. Qadrdonlar. Yaxshi. 17 million 300 ga ana shu baraka bo'ldi. Biz tashqariga chiqib sotilgan, sotilmagan variantlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yaqinroq oling-da. Qadrdonlar, yo'l-yo'lakka ko'rib qolyapmiz. Xormanglar, assalomu alaykum. Real savdolari. Nech pulga? Novvos ha? Novvos. 14 million 700. Ha, 16 million 200 ga olgansiz. 14 million 700 ga qilishyapti, savdo qilishyapti. Marg'ilon shahar kombinat chorva bozorida imkon qadar qiziqarli bo'lgan chorvalarda, yemlarda narxlarini sizlarga ko'rsatishga harakat qildik. Bizdan uzoqlashmanglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Nech pulga? 28 million. Hozir ko'rsatamiz. Bizdan uzoqlashmanglar imkon qadar. Qadrdonlar, g'oyibona ko'rishdik, g'oyibona xayrlashamiz, lekin shu xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Imkon qadar bizdan uzoqlashmanglar. Mana shu chekkadagi novvosimiz 18 million so'm bo'lib turgan. Juda ham arzon. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Borlaringga shukr, ko'rishguncha.